Xitoy davlat raisi Xi Jinping 12 iyuldan 15 iyulgacha Uyg'ur elini tuyuqsiz ziyorat qilib, Urumchi, Shexanza, Turpan qatorliq joylardagi maktab o'rinlari, xalqaro qurg'uliq porti rayoni, mozi va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuvani qatorliq o'rinlarni ziyorat qilgan. Tonilgan Uyg'ur masalalari tadqiqotchisi, Amerika Kommunizm qurbonlari xotiri fondi tadqiqotchisi Dr. Adrian Zenz Xi Jinpingning bu ziyoratini navbatda yurgizayotgan siyosatlarni qat'iy davomlashtirishni tasdiqlab, rag'batlantirishi deb qarashga bo'ladiganligini aytdi. Adrian Zenz apandi Xi Jinpingning bu ziyoratidagi yo'l yo'riqlardan keyin hamda rayonda assimilyatsiya qilib yo'qotishning uzun muddatli siyosati yo'lga qo'yilishi mumkinligini bildirdi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Amerikaning Beijingning boshqa davlatlarga qilgan ta'minotini uzib qo'yish to'ziqining oldini olish uchun Xitoyning kam uchraydigan tuproq, quyosh energiyasi batareyasi va boshqa muhim tovarlarga bo'lgan bek tayinishni oxirlashtirmoqchi bo'lganligini aytdi. Tunugun Koreyaning Seulga kelgan Yellen Reuters agentligi o'zining Koreya va boshqa ishonchli ittifoqdoshlar bilan bo'lgan savdo aloqasini kuchaytirib, ta'minlash zanjirining bardoshlik berish iqtidorini oshirish va jug'rofiyalik siyosiy raqiblarning kontrolligining oldini olish uchun tirishayotganligini aytdi. Bloombergning tahliliga qaraganda, yer sharidagi mablag' sag'uvchilar Xitoy mulkidan yiroqlashmoqda. Tahlil doklatiga qaraganda, kutilmagan belgilamalar, qattiq yuqumli tadbirlari, uy mulk bozorining ojizlashishi va Xi Jinpingning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lgan yaqinligi mablag' sag'uvchilarning chekinishidagi sabab sifatida ko'rsatilgan. Xitoy davlat radiosining Xitoy davlat mudofaa ministrligining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Xitoy Amerikadan Tayvanga 108 million dollarlik qurol setishni darhol bekor qilishni talab qilgan. Qirg'izistondagi ba'zi universitetlarga keng organ, pul muomala va ilmiy avtonomiya huquqi berish farmoni tasdiqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Prezident Sadir Japarov ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, bir qism oliy kasbiy ma'rif organlarining yoshirin kuchi va raqobat kuchini oshirish tadbirlarini o'tirg'a qo'ygan. Farmon bilan Yusuf Balasag'un Qirg'iziston davlatlik universiteti, Ishaq Razzakov Qirg'iziston davlatlik texnika universiteti, Konstantin Sikriyabin Qirg'iziston davlatlik dehqonchilik universiteti, Aysa Axunbayev Qirg'iziston davlat tibbiy instituti va O'shtatliq universitetga alohida o'rin berilgan. Yevropa ittifoqi bir qancha yil ichida Rossiya gazining o'rniga Ozarbayjon ta'minotini bir qatlashni xohlaydi. Ozarbayjonda ziyoratda bo'layotgan Yevropa ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen ijtimoiy aloqa to'rida tabiiy gaz bilan ta'minlash haqida uchur ambakirladi. 60 dan 70 kishi yo'lovchisi bor bo'lgan bir kema Pokistonning Panjab o'lkasi Sadiqobaddagi Hind daryosiga urilib ketdi. Naq maydonga yetib kelgan saqchilar kam deganda 19 ayolning suvga g'arq bo'lganligini, 35 kishining qutulganligini e'lon qildi. Egilinishcha urilib ketgan kema Qarordan Machkiga mangan bir to'y karvoniga tava ekan.